Bizni aziz va premium kuzatuvchimiz, bugun sizga yana davom etamiz obzor qilishda. Bugungi yaxshi uyimiz, ko'rib turganingizdek, ko'cha tomonni bitta ko'rsating. Ko'cha tomoni nari qo'shni, narigi yonboshiga o'tib ketgan uzoqlikda. Juda ham ko'cha tomoni keng. Manzilni birinchi o'rinda aytib o'tay, Andijonda biz bosganida Olmazorda, Tamat zavoddan kirganda ikkinchi ko'cha. Uzoq bo'lmagan holatda. Eng qiziq tomoni ko'rib turibsiz, bu yerlar grederlandi. Yaqin bir oyning ichida asfalt bo'ladi. Gaz bor mana. Gazni bitta ko'rsatib bering. Gaz bor, svet bor, suv bor. Ko'cha asfalt bo'ladi, xudo xohlasa, shun bilan sizni kamingiz qolmaydi. Undan ham xudo xohlasa bu uyni oladigan bo'lsangiz, shunaqa katta, keng hovli, baraka topadigan joy. Aka, buni remont qilgunimizgadir, ona ustimiz og'zimizga kelmaydimi deyishingiz mumkin. Lekin siz o'zi asli birov remont qilgan uyda ham yashaydigan odam emas edingiz, o'zingiz quraman deyatdingiz, xuddi shunaqasini. Biz sizga topib qo'ydik. Faqat remont qilib olsangiz bo'ldi. Lekin bitta narsasi, siz yutasizki, nimadan yutasiz? Agar 10 sotik joyda bu yer, katta, ko'rib turganingizdek uzunasi uzun, ikki tomonda xohlaganingizcha qurilish qilasizmi yoki bir so'rilar, umuman nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, u tomonda ham, bu tomonda ham pajlarning xudga joylar bor. Oldini kengligini ko'ring, o'zi xuddi shuncha joyda hozir ikkita xonadon yashayapti. Uyimizni qarang, juda ham katta, ikki etajga moslangan, to'liq pishig'ishda solingan, dimoxodlar qilingan, qumsuvoqlar qilingan tashqi tomonlari. Undan tashqari buni zo'r tomondan biri ikkinchi etajni qo'shib yorsangiz bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan yo'q, unga mablag' yo'q, o'zi pulga olyapmiz, remont qilamiz deganlarga buni mana ko'rib turganingizdek xuddi shu joyni mansard qilib bolajonlarga chiroyli qilib bersangiz, menimcha o'ta kurta bo'ladi. Bu yerga men ideyam bo'yicha shunday katta akfani qo'yib, aynan xuddi shu yerda eshikdan kirgan odamlarni keldi-ketdisini ochiq bahavo joyda ko'rib turish imkoniyatiga egasiz. Qani bismillah. Ya bismillah. Qani operator keling, chiqarish berasiz. Aybga buyurmaysizlar. Ko'ryapsizmi? Men operatorimni ham chiqarish beraman. Voy, ana chiqdi. Koridorlar bor. Xullas mana bitta narsaga e'tibor beraylik mana. To'liq sложный rastvorligi bu juda ham sizga удобный bo'ladi, qarang. Bu loyshuv emas, boshqa emas. To'liq rastvor bo'lgan. Plitalarni ko'ryapsiz. Hamma joyga plita bosilgan. Bu yerda sanuzelga, ya'ni hojatxona bilan hammomga joy qo'yib ketilgan. Bu yerda yana bitta xonamiz bor, tashqariga chiqish imkoniyati bor bu yerdan. Kelasiz, menimcha buni nimadir qilsa bo'ladi baribir. Detskiy xona qilasizmi yoki menimcha detskiy xonaga juda ham удобный bo'lsa kerak. Undan tashqari orqasida ham mana spalniga joy qilingan bo'lsa kerak meni nazarimda, endi balki bilmayman, endi yuvinish xonasi yoki qo'yingki sizga ma'qul keladigan joyda. Endi buni chizmasini men ko'rmaganim uchun taxminiy gaplarni aytishga majburman. Ko'rib turganingizdek bu xonalarni qarang. Hozirgi kunda bilasiz, xonalarimiz o'rtacha, shuni yarmicha ham emas-da, masalan, hamma yashaydigan xonalar o'rtacha hozir 4 ga 3, 4 ga 5 bo'ladi. Bu yerda 36 kvadratdan ham kattaroq xonalari bor ekan. Doimgi aytayotganimdek, ko'rib turibsiz, montajlarga, plita montajlar ham chiroyli holatda bo'lgan ekan. Bu yerda yana bitta xona, bu yerda yana bitta xona, bunda yana bitta kattagina xona bor. Umumiy 10 sotik, hujjatlari sotuvga tayyor, turar joy. Mabodo buni 2 kishi oladigan bo'lsangiz ham bo'lib olish imkoniyatiga egasiz. Oldidagi joyda kimgadir sotib olsangiz ham pulingiz chiqadi. O'zingiz hisob kitob qilib ko'ring, 10 sotikda Olmazordan nech pulga olishingiz mumkin. Menimcha gapni ochig'i, quruq bo'ladigan bo'lsa ham kamida 4000 dan pastiga ola olmaysiz sentrga yaqin joylarda. Bu yerda 10 sotik joy 2 qavatga mo'ljallangan to'liq pishig'ishdagi xonadonimizni $63,000 qo'yilgan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, agar mabodo boring 40,000 yoki 35,000 ga joyda o'ziga chiqib ketganda ham shuncha qurilish sizga 25,000 atrofiga tushyapti. Buni 25,000 bilan tiklab olish, usta haqqi balobatlarlar gapni ochig'i qoplamaydi. Miyangizni ham tugatadi. Usta baqish hozirgi kunda oson emas. Endi bunga qoladigan narsa, buni apshipkalab turib, birdaniga ishni tugatish kerak. Lekin o'ta katta xonalar, o'ta maza qilib yashaydigan bahavo joylar, 3 tadan derazalar qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, atrof bo'lmay qo'rg'on. Eng muhim narsalardan biri kommunalkada muammo yo'q. Uzoqda edingiz, ko'rishga qiynalyapsiz. Aynan siz uchun harakat qilyapmiz. Siz ham harakat qilib like bosing, o'z fikrlaringizni bildiring. Undan tashqari yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Doimgidek aytyapmiz, to'liq video YouTube'da, undan oldin qo'yilishdan oldingilari istoriyada, undan oldin o'rtasida Instagram kanallarimizga qo'yiladi. Biz pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol gaplashib olishingiz mumkin. Xudo xolasa yaxshi niyatingiz uchun baribir xuddi shunaqa chiroyli uylar sizga nasib qiladi.
Mobod imkoniyatingiz bo'lmasa, yaqinlaringizga, ravo ko'rganlaringizga jo'natib, laykni ayamang. Manzilda aytdim, Telegram kanalimizda lokatsiya bor. Qo'yingki, ideal joy. Narxlari bilan tushuntirdim. Sizga yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni bildiring. Xudo xolasa biz sizga xizmat qilishda, xudo xolasa harakatdamiz.